Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Beda 18-son maktab, arkasida 19-son maktabning yonida 4-mikrorayonda 3 xonali kvartirani sotuvga chiqdi. 4 etajli domni 4-etajida atapleniyasi bor. Xonalari alohida joylashgan 3 xonali kvartirani sotuvga chiqdi. Mestasini zo'r mestada. Maktab, bog'cha, magazin hamma joy udobniy joyda joylashgan 3 xonali kvartiramiz. Beda mana arkasida Olimpiya stadion, bu yon tarafda Gulyanskiy yo'li, bu yon taraf Emina Dikan taraf. Qanasi ichkari qismi bilan borishib ko'rishib chiqsak. Neyse 4-etajimiz ham yetib keldik. Her etajda 2 xo'jalikdan ekan, hurmatli obunachilar. Eshiklari demir eshik, zamonaviy, yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Girganimizda chap qo'limiz uzun dollarni aytib qo'ydi deganlar. Bir beklogan, ochib eganlar. 3 xonali kvartiramiz. Xonalari alohida joylashgan. Joyimiz atapleniyasi bor. Bo'limini yashamaga tayyor. Aynalar almashgan, akvayna, registrlar ham originaldan yaxshisidan qo'yilgan. Yan tarafimiz zal bo'ladi, hurmatli obunachilar. Xonalar ul tushgan. Imkanimiz spalni yoki zal qilsangiz ham bo'ladi. Xonalar razmeri bir xil, ullu tushgan xonalar. Bu yon tarafda balkon ham bor. Yana eshik oynasi ham akva ekan. Balkoni. Bir bo'lak etib qo'yib deganlar. Shuning joyimiz tualet, hojatxonamiz oddiy. Hojatxona yarim qismida kafel bo'lib turibdi. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Hamma narsasi sharoiti ajoyib. Bu yon tarafimiz sanuzel, berimiz ham yarim qismida kafel bo'lib turibdi. Bu yon tarafimiz kuxni. Kuxnimiz shunday gaz plitalari, shunday sharoitda. Joyimiz pustoy sotiladi. Bu yon tarafimiz balkonimiz, joyimizda koteli, shunday ekonom kotellardan kichkina kotellardan qo'yilgan. Hurmatli obunachilar. Joyimizda aynalari akvayna 4-mikrorayonda 4 etajli domni 4-etajida 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi, hurmatli obunachilar. Joyimizda narx-navosini opsiyada pastda yozib qoldiramiz. To'liq ma'lumot pastdagi telefonlarga bog'lanishingiz mumkin. Joyimiz ikkilamchi kredit asosida sotiladi. Sog'lik, salomat olun, kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hamma shunday joylar nasib etsin.